Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilagan holda mobil kamera ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugun ham ijtimoiy tarmoqlardan saralab olingan eng qiziqarli videolar to'plamini ayni damda e'tiboringizga havola etamiz. Shuningdek, mana bu elektron manzillarga ijodiy ishlaringiz aks ettirilgan videolarni ham yuborishingizni so'rab qolamiz. Biz ularni albatta mobil kamera ko'rsatuvida efirga olib chiqishga harakat qilamiz va hozir ham aynan siz tomoningizdan kelib tushgan videolarni tomosha qilishga taklif etamiz. Bizga Termiz tumanidagi 30-umumiy o'rta ta'lim maktabining faol, shuningdek, ijodkor o'quvchilari hamda Sherobod tumanidagi 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining san'atsevar o'quvchilari o'zlarining ijodiy ishlari aks ettirilgan videolarni yuborishgan. Ayni damda ana shu videolarni e'tiboringizga havola etamiz. Menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Yurak mening baqchanim maynduk, yurak sening dardlaring dalinchoq sendir zimmeding. Tarixing asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh pomra oqsoch tiyonshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyo bu, so'ylasin Orxon xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Aziz vohamiz yoshlari, faollikni qo'ldan boy bermasdan hoziroq o'z ijodiy ishlaringizni mana bu ijtimoiy tarmoqlardagi manzillar orqali bizga yuboring hamda mobil kamera ko'rsatuvi orqali efirga chiqish imkoniyatiga ega bo'ling. Biz esa ko'rsatuvimizni qiziqarli hamda kulgili videolar namoyishi bilan davom ettiramiz. Get ready. Oh! Whoa! It's okay.
Yum yum. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan mana shunday kulgili jarayonlarga boy bo'lgan videolarni kuzata turib, kayfiyatingiz yanada ortishi turgan gap. Faqatgina ushbu videolarni aynan qayerdan topish mumkin ekanligini bilsangiz kifoya. Ha, to'g'ri angladingiz. Albatta, mobil kamera ko'rsatuvida osongina tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu loyihamizda doimgidek barchaga manzur bo'ladigan voqea hodisalarga boy bo'lgan videolarni bir joyga yig'ib qo'yganmiz. Ularni kuzatib, biz bilan vaqtingiz mazmunli o'tishiga esa ishonchimiz komil. Demak, dasturimizni qiziqarli ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Napoleon balig'i. Bu baliq bejiz bunday nomlanmagan. Baliq bu nomni xuddi fransuz imperatori Napoleon Bonapartning bosh kiyimiga o'xshash peshonasi tufayli olgan. Uning uzunligi 2 metrdan 3 metr, og'irligi esa 150 kilogramm bo'ladi. Bugungi kunda bu baliqlar yo'qolib ketish arafasida turibdi. Belgiya ko'k buqasi. Bu buqa dunyodagi eng muskulli buqa hisoblanadi. Ular Angliyaning Shatkorn zotli va Gollandiyaning Galland zotli qoramollarining chatishhtirilishidan hosil bo'lgan zotdir. Buqaning og'irligi 1000 kilogramdan 1300 kilogramgacha bo'ladi. Ular vahimali va qo'rqinchli ko'rinishadi, ammo juda yuvosh hayvonlardir. Alda toshbaqalari. Ushbu toshbaqalar o'lchamlarini hisobga olmaganimizda oddiy toshbaqalardan farq qilmaydi. Ularning uzunligi 1,5 metrni, og'irligi esa 200 kilogramdan 270 kilogramgacha yetadi. Ularning asosiy ozuqasi o't o'simliklardir. Toshbaqalar kuniga 5-6, ba'zan 10 kilogramgacha oziqlanishadi. Ular 18-20 soatgacha uxlashadi. Bu ulkan jonivorlar 100-150 yoshgacha yashaydilar. Basset. Ushbu kuchukning ko'rinishi odamlarni biroz rahmini keltiradi. Bo'shashgan ko'rinish, uzun quloqlar, bo'yin va bosh terisidagi burishmalar, qisqa bo'yli, kalta oyoqlar hamda uzun tanasi itning nuqsonlariga o'xshaydi. Bassetlarning ko'rinishi xuddi xafadek, aslida esa ular juda sho'x. Ular odamlar uchun mehribon jonivorlar hisoblanadi. Ayniqsa bolalar bilan juda muloyim muomalada bo'lishadi. Pudel. Juda kulgili va ajoyib itlar. Ular e'tibor markazida bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Bu zot baquvvat hamda juda samimiy. Pudellar o'z hayotini o'yinlarsiz tasavvur qila olishmaydi. Agarda ular doimiy o'yin harakatlariga egasidan javob ola olmasa, uyning haqiqiy buzg'unchilariga aylanishadi. Undan tashqari bu it bolali oilalar va yolg'iz yashashni xush ko'ruvchilar uchun yaxshi hamroh bo'la oladi. Newfoundland. It ko'rinishidan biroz xavfli ko'rinsa-da, aslida juda mehribon. Itlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bolalar bilan juda tez til topisha oladi. Ushbu zot o'ta sabr, toqatli bo'lib, bolalarning har qanday sho'xliklarini ko'tara oladi va kerak bo'lsa, ularni xavf-xatarlardan himoyalash ham mumkin. Bu itlar o'z oilasiga shu qadar qattiq bog'lanib qolishadiki, agarda ushbu muhitni buzmoqchi bo'lsangiz, o'z harakatlari bilan sizni yana bir onda rom qila oladi. Sankt Bernard. Ushbu zot barchamiz bilgan Beethoven kinofilmidan keyin juda mashhurlikka erishadi. Itning noyobligi shundaki, juda hazilkash va xushchaqchaqdir. Sankt Bernard o'z egalariga juda vafodor va mehribon. Uning sezgi retseptorlari xavfni oldindan ko'ra olish sababli ko'pchilik odamlar uni farzandlariga o'ynash va hamrohlik qilishlari uchun sotib olishadi. Azizlar, ko'rsatuvimizni sport sohasiga oid bo'lgan videolar namoyishi bilan davom ettirmoqchimiz.
Aslida ham bo'sh vaqt bo'ldi deganda sportning biror turi bilan shug'ullanish insonning sog'ligi uchun foydali ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Lekin sport mashqlarini muntazam tarzda bajarib yurgan sportchilar uchun bu kamlik qiladi shekilli, yangidan yangi murakkab tryuklarni bajarib ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishmoqda. Xuddiki kim o'zarga bellashayotgandek tuyuladi. Nima bo'lganda ham barcha sportchilarga omad tilab qolamiz. Va hozir ana shunday mashg'ulotlar jarayonida tasvirga olingan videolarni tomosha qilamiz. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Aziz mobil kamera ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari, dasturimiz mana shunday yaxshi kayfiyatda davom etadi. Va ayni damda Talantlar shousidan o'rin olgan navbatdagi videolarni tomosha qilamiz. Ushbu shouda ham malakali sport ustalarining murakkab tryuklarni osongina bajarishayotganliklariga guvoh bo'lasiz. Shu o'rinda doimiy aytar gapimiz bor, ushbu harakatlarni aslo takrorlab ko'rmang.
Mana qadrli teletomoshabinlar, bugungi mobil kamera loyihamiz ham o'z yakuniga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. O'tgan daqiqalar davomida zerikib qolmadingiz degan umiddamiz. Aytgancha, hoziroq mobil qurilmangizni qo'lingizga oling hamda bizning mana bu elektron manzillarimiz orqali ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizga albatta obuna bo'ling. Ana shunda doimiy tarzda bizning qiziqarli ko'rsatuvlarimizni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuningdek, Surxondaryo telekanalini kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.